Qo'limdagi teplovizor. Bu yerda taxminan 15 gradus. 15 gradus. 1,5-2 kunda 9 gradusdan 15 gradusgacha ko'tarib berdi. Hozir mana qo'limdagi teplovizor. Teplovizorda ko'rish mumkin teplый pol konturlarini. Tak. 19,5-21 gradus. Shu qizil ko'rsatgani bu deyaptiki, issiq suv sirkulyatsiyasi bor, ishlayapti, hammasi yaxshi. Mana bu yerda kollektorlar. Kollektorlar. Nimada ko'rish mumkin? Turbalar qizib, shu qizil chiziqlar bu issiq suvni ko'rsatyapti. Bu uy qip-qizil. Xudoga shukr, hammasi yaxshi ishlayapti. Hozir aytishim mumkin, pol necha gradusgacha qizganini. 19,5-20 gradusgacha.